Bilimga intilgan inson o'z kelajagini bunyod etsa, bilimli jamiyat mamlakat taraqqiyotining mustahkam poydevorini yaratadi. Assalomu alaykum hurmatli bilimdonlar. Idrok intellektual o'yinining navbatdagi soni yana efirda. Hurmatli bilimdonlar, bugungi bahs ham kuzatuvchanlik, tahliliy fikrlash, zukkolikni talab etadi. Buyuk mutafakkir Abu Rayhon Beruniy shunday degan: bilim insonni yuksaltiradigan eng buyuk kuchdir. Bugun ana shunday kuchni namoyish etish uchun 4 nafar bilimdon studiyamizga yetib kelishgan. Men ularni tanishtirib o'taman. Demak, bu galgi o'yinimiz ishtirokchilari viloyatimizda faoliyat yuritib kelayotgan yoshlar yetakchilari hisoblanadi. Birinchi raqamli ishtirokchi Samarqand tumanining Jarqishloq mahalla yoshlar yetakchisi Azizjon Sulaymonov. Ikkinchi raqamli ishtirokchi Samarqand tumanining Mironqul mahallasi yoshlar yetakchisi Mizrob Rahmonov. Uchinchi raqamli ishtirokchi Jomboy tumani Tut mahallasi yoshlar yetakchisi Temur Ro'ziyev. Va 4-chi raqamli ishtirokchi Jomboy tumani Zarafshon mahallasi yoshlar yetakchisi Javlon Abdusamatov. Assalomu alaykum, yana bir bor xush kelibsizlar. Assalomu alaykum bilimdonlar. Bu galgi o'yinimiz ham o'ziga yarasha qiziqarli o'tishi kutilmoqda, chunki bir-biridan ajoyib savollar tayyorlangan. Sizlar ham mahallalaringizda mana shunday intellektual o'yinlar o'tkazib, yoshlarning bilimini oshirishda, shu bilan birgalikda faolligini oshirishda o'zlaringizning hissalaringizni qo'shib kelyapsizlar. Menimcha, keling mahallangizdagi faoliyatingiz haqida biroz bo'lsa-da teletomoshabinlarga aytib o'tsangiz, marhamat. Birinchi raqamli ishtirokchi, qachondan boshlab faoliyatingizni boshlagansiz? Marhamat. Men Jarqishloq mahallasi yoshlar yetakchisi lavozimiga 2023-yildan buyon faoliyat olib bormoqdaman. Hozirgi kunda mahallamizda 515 nafar yoshlarimiz bo'lib, ular bilan o'sha tizimli tarzda ishlab kelmoqdamiz, samarali tarzda va yoshlarimizga qilib berilgan imkoniyat bilan birgalikda o'sha har xil bandligini ta'minlashga qaratilgan o'sha yoshlarni 5 tashabbus olimpiadalariga qamrovini keng tarzda amalga oshirib kelyapmiz va ular bilan birgalikda yaxshi natijalarga erishib kelmoqdamiz. Hozirgi kunda yangiliklardan o'sha prezidentimizning o'sha qarorlariga muvofiq o'sha 5 tashabbus olimpiadasi doirasida biz yoshlarimiz bilan viloyat musobaqalariga, tuman miqyosida bo'lgan davlat xavfsizlik xizmati kubogi doirasida faxrli o'rinlarni qo'lga kiritdik hamda o'sha yoshlarimiz stol tennisi bo'yicha va workout sport turlari bo'yicha o'sha tuman miqyosida faxrli o'rinlarni qo'lga kiritib, viloyat bosqichiga ham yo'llanmani oldik. Mahallamizda yoshlarimizning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida o'sha grafik asosida tashkil etganmiz. Misol uchun haftaning o'sha turli kunlariga har xil sport turlariga bag'ishlab o'tkazamiz. Misol uchun hozirgi kunda dolzarb 90 kunlik tadbirlar doirasida o'sha tadbirlar o'tkazib kelmoqdamiz. Yoshlarimiz bilan har xil sport turlari o'tkazib kelmoqdamiz. Bu ko'rsatuvga birinchi marta qatnashyapmiz. Harakat qilamiz yaxshi natija ko'rsatishga. Muhim ishtirok, omad tilayman. Marhamat, ikkinchi raqamli ishtirokchi, mahalla faoliyatingiz haqida bizga gapirib berishingiz mumkin? Men Samarqand tumani Mironqul mahallasida 2022-yilning 24-yanvardan buyon yoshlar yetakchisi lavozimida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Faoliyatimiz davomida ko'plab natijalar qayd etdik. Shu bilan birga oxirgi mahallamizda eng yaxshi natijalarimizdan biri 5 tashabbus olimpiadasini respublika bosqichida sport para yengil atletika turi bo'yicha respublikada A liga doirasida birinchi o'rinni qo'lga kiritib, yangi yana bitta universitet maydoncha qurib oldik. Yaqinda foydalanishga topshiriladi. Xuddi shunday hamkasbimiz aytgandek, butun respublikamiz bo'ylab dolzarb 90 kunlik tadbirlari bo'layotgan vaqtda bizning ham mahallada mana shunday tadbirlarni biz maktab, mahalla hamkorlikda yo'lga qo'yganmiz va bundan tashqari hududimizda yoshlarni dam olish uchun oromgohlar mavjud, bolalar oromgohlari. Xuddi shu bizlar Ibrat akademiya, til uchun yo'lga qo'yilgan agentlikning mega loyihalarini targ'ibotini ham o'sha oromgohlarda dolzarb 90 kunlik tadbirlar davomida birga yo'lga qo'yib, yoshlarni ham til bilishiga, ham bilim olishiga, ham bo'sh vaqtni mazmunli o'tkazishiga jamiyatimiz bilan maktab, aholi hammamiz birgalikda harakat qilyapmiz. Yoshlarimiz bundan juda mamnun va mana shu musobaqalarda ham qatnashdi. Natija qilmasa o'zlari uchun qandaydir bir omadsizlikdek qabul qiladi. Har bitta musobaqada eng kamida bitta natija qilishini o'zlariga shior qilib olishgan va biz ham mana shunday yoshlar bilan ishlayotganimizdan juda xursandmiz. Siz bu mahallada faoliyat olib borayotganingizning mas'uliyati qay darajada? Mas'uliyatli kasb deb bilaman. Chunki yoshlar yetakchisi lavozimi kim uchundir oddiy kasb tuyulishi mumkin. Yoshlar bilan ishlaydigan qanaqadir bir oddiy kasb tuyulishi mumkindir, lekin o'sha bolalar bilan muloqot qilish jarayonida, yoshlar bilan muloqot qilish jarayonida ularning kelajagini biz bilan bevosita yo'l ko'rsatishimiz biz eng mana prezidentimiz aytyaptilarki,
yoshlar kelajagimiz bunyodkori deb aytganlar. Xuddi shunday biz o'sha poydevorni bizlar orqali yo'l ko'rsatishimiz biz uchun bu juda katta mas'uliyatdir. Shuning uchun bizni oldimizga kelgan yoshlar o'ziga kerakli ma'lumotlarni, kerakli maslahatlarni olib, hayot yo'lida to'g'ri yo'lga yo'naltirishimiz biz uchun ham bir baxt, ham bir juda katta mas'uliyat deb bilaman. Tashakkur. Bugungi o'yinda sizga omad tilayman. O'yin oldidan marhamat. 3-raqamli ishtirokchi Tut mahallasida qanday yangiliklar? Tut mahallasi Jomboy tumanida eng katta mahallalardan biri hisoblanadi. Nafaqat hududi jihatdan, balki aholisining ko'pligi, yoshlarining ko'pligi bilan ham tumanda salmoqli o'ringa ega. Undan tashqari iqtidorli yoshlar bilan ham maqtana olamiz. Chunki birgina sportning shaxmat turi bo'yicha meni o'zim mahallamda 4 ta professional sportchi bor. Bu Jomboyda yagona professional shaxmatchilar bor, mahalla hisoblanadi. 4 nafar o'sha professional shaxmatchilarim dunyoda o'z so'zlarini aytishmoqda. Yaqindagina Osiyo chempionatida Husanov Islombek o'zining yosh toifasida 13 yoshli yoshlar o'rtasida jahon chempioni bo'lib qaytdi. Bu mahallamizni juda katta yutug'i deb hisoblayman. Undan keyingi kelib o'sib kelayotgan yoshlar, undan oldingi yoshlarga ham bu narsa katta motivatsiya bo'lib hisoblanadi. Buni 5 tashabbus olimpiadasida ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, hozir 2 ta yoshim respublika bosqichiga yo'llanmani olishdi va xudo xohlasa yana bir o'sha 5 tashabbus olimpiadasida o'zlarini ko'rsatadi degan umiddaman. Mahallamiz yoshlarning iqtidorlari bilangina emas, balki tadbirkor yoshlar bilan ham bemalol maqtana oladi. Chunki o'sha prezidentimizning 60-sonli qarorlari asosida yoshlarimiz kredit olib, o'zlarining faoliyatlarini boshlagan. Hamroqulov Sardorjon yaqindagina 100 million kredit olib, oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'ydi va mahallamizda o'sha bo'sh turgan binoda hozir konditer shirinlik mahsulotlarini ishlab chiqarib, nafaqat oilasi bilan daromad topmoqda, balki atrofdagilarga ham o'rnak bo'lyapti. Shu bilan birga O'zbekistonimizda taraqqiyotiga bir soliq to'lovchi sifatida ham yoshlar o'zlarini nima deydi, hissasini qo'shmoqda. Juda ham ajoyib. Tut mahallasidagi yangiliklar, ya'ni yoshlarga oid yangiliklar juda ham quvontirdi. Mana shunday yutuqlar ko'p bo'laversin deb qolamiz va o'yin oldidan sizga omad tilayman. 4-raqamli ishtirokchi, siz bilan ham tanishib olamiz. Mahallangizdagi yangiliklarni aytib o'tishingiz mumkin? Men 2022-yil yanvar oyidan buyon yoshlar yetakchisi lavozimida ishlab kelyapman. Shu ishlagan davrim mobaynida yoshlar bilan muloqotga kirishib, ularni yana ham yaqinroq tanib, ularning ichiga kirib, ularning dardi nima, muammosi, shular bo'yicha hal qilish choralarini ko'rib ishlab kelyapmiz. Maktab bilan, mahalla bilan hamkorlikda. Hozirgi kunda dolzarb to'fon kunlik tadbirlari juda ham jadal ravishda o'tyapti mahallalarimizda. Grafik bo'yicha o'sha hafta kunlarini nomlab, kitobxonlik, zakot o'yinlari doimiy o'tkazib kelyapmiz. Endi bizning mahalla ham Tut mahallasi uchun juda ham katta Jomboy tumanida tarqoq bo'lgan mahallalardan hisoblanadi. O'sha Zarafshon daryosi bo'yida bo'lganligi sababli yoshlarimiz ham, hududimiz ham juda ham tarqoq bo'lganligi sababli bizda asosan turizmga mo'ljallangan mahallamiz. Yoshlarimiz asosan tadbirkorlikka, har xil xizmat ko'rsatish sohalariga ko'proq qiziqish baland bo'lganligi sababli hozirgi kunda o'sha prezidentimiz qarori bilan berilayotgan auksionga chiqqan yerlardan foydalanib, tadbirkorlarimiz hozir faol tadbirkorlar juda ham ko'paygan yoshlar o'rtasida bunga qiziqish ham juda ham katta. Turizm rivojlanyapti mahallamizda. Mana shu 5 yil davomida juda ham katta ishlar bo'ldi. Mahallamizda har xil dam olish maskanlari, Zarafshon milliy tabiat bog'i ham bizda mahallamizda joylashgani bu bizlar uchun katta yutuq deb o'ylayman. Shuning uchun ishlab chiqarishlar juda ham ko'p bizda. Eng yaxshi quvonarli tomoni bizda ishsiz yo'q mahallamizda. Bekorchi odam bo'lmasa mahallada jinoyat bo'lmaydi. Jinoyat kamayadi birinchi o'rinda. Mahalla har doim yashil hududda bo'ladi. Jinoyat bo'lmagan joyga ko'proq odam keladi, ko'proq mehmon keladi. Zarafshon mahallasining yoshlari yoshlar yetakchisidan qanday motivatsiya oladi? Yoshlar yetakchisidan endi men har doim maktabga borganimda yoshlar bilan, o'sha bitiruvchilar bilan albatta shu mahallamiz raisi bilan, profilaktik inspektor bilan kirib yuqori sinf bitiruvchilar bilan albatta suhbat o'tkazaman. Har doim borganimda harakat qilaman suhbat o'tkazishga. Endi har doim ularga sportga ko'proq jalb qilishdi, sport to'garaklari ko'proq jalb qilishdi. Shu masalalarda ko'proq suhbatlashamiz biz yoshlarimiz bilan. Endi men o'zim ham to'g'risi yoshlar yetakchisi bo'lishimdan oldin sportchi bo'lganman. Boks bilan shug'ullanganman.
Shuning uchun ham ko'proq hammasini men shu o'zimni sohamga ko'proq tortishga harakat qilaman. Sportga, futbolga masalan, tumanimiz markazidagi o'sha sport to'garaklariga ko'proq jalb qilishga harakat qilib, hozirgi kunda natijalarimiz yomon emas. 5 tashabbus olimpiadalarida ham sportchi qizlarimiz bor, bokschi qizlarimiz bor. Shulardan mana maqtanib aytishim mumkin bo'lgan Hasanova Zulfizar degan qizimiz Tojikistonda o'tkazilgan olimpiadada birinchi o'rinda olib keldi. Xursand qiladigan natijalarimiz ko'p, xudo xolasa, yaxshi hammasi. Juda ham ajoyib. Yoshlar yetakchisi bo'lish, faoliyat yuritish o'ziga yarasha katta mas'uliyat talab etadi. Chunki yoshlarga o'zidagi qobiliyatni, iqtidorni motivatsiya tarzida yetkazish kerak. Ularga har doim yelkadosh bo'lish kerak, qo'llab-quvvatlash kerak. Ana shunday qo'llab-quvvatlovchi qaysidir ma'noda oldida turadigan inson sizlar deb o'ylaymiz. Hozir esa bugungi o'yinimizda esa sizlar bevosita o'sha yoshlarning o'rnida yoki bo'lmasam qaysidir ma'noda yoshlarning yuzi sifatida kelgansizlar mahallalardan. Hozir esa o'yinimizni boshlaymiz. O'yin oldidan sizlarga omad tilayman. Savollar sizlarga begona emas, barchasi sizlarga tanish bo'lgan manbalardan keltirilgan savollar hisoblanadi. Faqatgina o'yinimizda tezkorlik muhim ahamiyatga ega. Hozir esa o'yinni boshlashdan oldin sizlarga shartlarni tushuntirib o'taman. Demak, o'yinimiz shartlari shundan iborat. Birinchi bosqich ma'lum fanga doir savol-javobdan iborat bo'lib, buning uchun siz har bir ishtirok uchun 1 ballni yig'ib borasiz. Ikkinchi bosqich esa tezkor savol-javob sharti bo'lib, har bir ishtirokchiga 4 ta yo'nalish taqdim etiladi. Ulardan birini tanlab o'yinni davom ettirish mumkin bo'ladi. Bunda vaqt berilmaydi. Har biringizga 10 tadan ma'lumot taqdim etiladi. To'g'ri yoki noto'g'ri deb javob berib borasiz. 5 tadan ko'p topgan ishtirokchi 3-bosqichga o'tadi. Aks holda o'yinni shu yerda to'xtatishiga to'g'ri keladi. 3-bosqichda esa monitorimizga buyuk shaxs fotosurati yoki biror fanga oid buyum, termin, atama, alloma yoki unga oid hikmatli so'z namoyish etiladi. Uning kimligini yoki kimga tegishli jumla yoki hikmatli so'z ekanini topishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun esa barchangizga 1 daqiqa vaqt beriladi. Ushbu shartda esa 10 ballni qo'lga kiritasiz, bevosita to'g'ri javob bergan ishtirokchi. So'nggi bosqichda esa barcha ishtirokchi uchun mantiqiy savol beradi. O'yinimiz individual tarzda bo'lganligi sababli muhokama qilinmaydi. Har bir ishtirokchi o'zi uchun ball yig'adi. Eng yuqori ball to'plagan ishtirokchi final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritadi. So'nggi shartda esa siz bevosita 5 ballni qo'lga kiritasiz. Agar shartlar tushunarli bo'lsa, o'yinimizni boshlaymiz. Juda ham ajoyib. Unday bo'lsa, birinchi raundni boshlaymiz. Hurmatli bilimdonlar, sizlar ham ekran oldiga yaqinroq joylashib oling, ballaringizni hisoblab boring va o'yinimizning bevosita g'olibiga aylaning. Birinchi raundning birinchi savolini o'qib eshitiraman. Diqqat qiling. Buyuk Ipak yo'lining sharq va g'arbni bog'lovchi muhim shaharlaridan biri bo'lgan Buxoro qaysi xalqaro tashkilot tomonidan ijodiy shahar maqomiga sazovor bo'lgan? Ikkinchi raqamli ishtirokchi birinchi bosdilar, marhamat. Buxoro UNESCO tashkilotining sazovori. Tashkiloti tomonidan sizningcha mana shunday maqomga sazovor bo'lgan. Mana shu javobda qolasiz. Qolaman, o'zgartirmayman. Shu ma'lumotga qachon duch kelgansiz? Izohlaringiz bo'lsa aytib o'tsangiz. Buxoroga tashrifimiz davomida o'sha bizning jamoaga ma'lumot beruvchi gid tomonidan ushbu ma'lumotlar aytib o'tilgandi. Hozir aynan shu savol, shu terminni eshitganimdan UNESCO so'zi esimga keldi. Shu javobda qolishim. Unday bo'lsa sizning javobingizni qabul qildim. Buyuk Ipak yo'lining sharq va g'arbni bog'lovchi muhim shaharlardan biri bo'lgan Buxoro UNESCO tomonidan ijodiy shahar maqomiga sazovor bo'lgan. Mutlaqo to'g'ri javob berdingiz. 1 ballni qo'lga kiritdingiz. Tabriklayman. Davom etamiz. Diqqat qiling, ikkinchi savol. Yer atmosferasida kislorod taxminan necha foizni tashkil etadi? Ikkinchi raqamli ishtirokchida yana javob bor. 21% tashkil. Izohingiz? Izohim hozir uyda o'tirganimizda ham televideniyalarda mana shunday yoshlar uchun ko'rsatuv nomi esimda yo'q. Tabiatni, daraxt, atmosferani ma'lumotlarini berib borish ko'rsatuvda kislorod to'g'risida, yerni qobiqlari to'g'risida o'sha maktab darsliklaridan olingan chiroyli bir ma'lumotlar bolalar tilida tushuntirayotganda biriga ko'rib qolgan. Javobingizni qabul qildim. Yer atmosferasida kislorod taxminan 21% ni tashkil etadi. Haqiqatan ham to'g'ri ma'lumotga ega ekansiz va yana 1 ballni qo'lga kiritdingiz. Qolgan ishtirokchilar, sizlardan ham faollikni so'rab qolaman.
Davom etamiz. 3-savol. 3-savolimiz adabiyot yo'nalishiga oid savol hisoblanadi. Diqqat qiling. Qutadug'u bilik asarining muallifi kim? Birinchi raqamli ishtirokchi marhamat. Qutadug'u bilik asarining muallifi Yusuf Xosxojib hisoblanadi. Javobingiz Yusuf Xosxojib. Ushbu asarni o'qiganmisiz? Qay darajada tanishsiz? Maktab yillarida o'qigandik. O'qituvchilarimiz tushuntirib bergan o'sha vaqtlarda tushunchamiz bor. Demak, javobingiz Yusuf Xosxojib. Qutadug'u bilik asarining muallifi Yusuf Xosxojib edi. To'ppa-to'g'ri. 1 ballni qo'lga kiritdingiz. 4-savol. Sport yo'nalishiga oid savol hisoblanadi. Basketbol o'yinida 3 ochkolik zarba maydonning qaysi hududidan amalga oshiriladi? Marhamat, 2-raqamli ishtirokchi. 3 ochkolik ball beradigan Zarba maydonining o'sha 3 ochkolik chiziqni tashqarisidan tashlansa, 3 ochkoga ega bo'ladi sportchi. Izoh keltirib o'taman, mutaxassisligim jismoniy madaniyat bo'lganligi uchun sportga daxldor ma'lumotlarga ko'proq faoliyatimiz davomida ham, o'sha o'qish davrimiz davomida ma'lumotlarga ega edik. Ajoyib. Basketbol o'yinida 3 ochkolik zarba maydonining 3 ochkolik chiziq tashqarisidan amalga oshiriladi. To'ppa-to'g'ri javob berdingiz va 1 ballni qo'lga kiritdingiz. 5-savol astronomiyaga oid savol hisoblanadi. Diqqat qiling. Quyosh tizimidagi eng katta sayyora qaysi? Birinchi raqamli ishtirokchi marhamat. Yupiter hisoblanadi. Javobingiz Yupiter. O'zi sayyoralar haqida qanday ma'lumotlarga egasiz? Boshqa sayyoralar haqida ham? Sayyoralar haqida tushunchaga egaman. O'sha maktab davrlarida o'qiganimizda fizika, astronomiya fanlaridan o'qiganmiz, bizga tanish hisoblanadi. Demak, sizning javobingiz Yupiter. Yupiter. Eng katta sayyora agar sizningcha Yupiter bo'lsa, eng kichigi qaysi? Bu albatta o'yinimizdan tashqari savol qo'shimcha. Mars. Demak, javobingiz Yupiter. Eng kichik sayyora esa Mars. Mars. Mars javobingizga albatta ball berilmaydi. Bu qo'shimcha savol edi. Quyosh tizimidagi eng katta sayyora bu haqiqatan ham Yupiter edi. Yana 1 ballni qo'lga kiritdingiz. Birinchi raqamli ishtirokchi, tabriklayman. 6-savol esa san'at yo'nalishiga oid savol hisoblanadi. Guernica kartinasi qaysi mashhur rassom tomonidan yaratilgan? 2-raqamli ishtirokchida javob bor. Ushbu kartina buyuk rassom atamasini qo'llayotgan Picassoga tegishli rasm hisoblanadi. Izoh tariqasida berib o'taman. Esda qolarlisi, demak ushbu kartinani muallifi esda qolarli bo'lganligi uchun bu Picasso qolgan rassomlarda uchramaydigan hamda tilga tez bosiladigan rassom bo'lganligi uchun yodimda qolib ketgan. Ajoyib. Guernica kartinasi Pablo Picasso mashhur rassom tomonidan yaratilgan edi. Yana ilgarilab ketdingiz. 2-raqamli ishtirokchi 1 ballni qo'lga kiritdingiz. Qolgan ishtirokchilar sizlardan ham faollikni so'rayman. 7-savolga yetib keldik. O'zbekiston Respublikasining oliy qonunchilik organi qanday nomlanadi? Birinchi raqamli ishtirokchi marhamat. Oliy Majlis hisoblanadi. Oliy Majlis. Oliy Majlis. Bu ma'lumotga men izoh so'rab o'tirmayman, chunki har bir yoshlar yetakchisi bilishi kerak bo'lgan ma'lumot va qisqa qilib aytganda siz to'g'ri javob berdingiz, 1 ballni qo'lga kiritdingiz. Davom etamiz. 8-savol ilm-fanga oid savol hisoblanadi. Kimyoviy elementlarning davriy jadvali nechta rasman tan olingan elementdan iborat? Birinchi raqamli ishtirokchi marhamat. Bu 118 elementdan iborat bo'lib, Mendeleyev tomonidan aniqlangan. Davriy jadval haqida qanday ma'lumotlarga egasiz? Davriy jadval haqida Dmitriy Ivanovich Mendeleyev tomonidan aniqlangan. Birinchi 3 marta o'sha elementlar nomma-nom keltirilgan bo'ladi. Birinchisida 70 nechta, keyingisida 93 ta, eng oxirgisi yangilangan 118 ta hisoblanadi. Uning eng asosiy nimasi O'zbekistonda, bizning yurtimizda barchasi uchraydi 118 element. To'ppa-to'g'ri javob berdingiz. Birinchi raqamli ishtirokchi yana 1 ballni qo'lga kiritdingiz. 9-savol. Qichqiriq kartinasi muallifi kim? Marhamat, 3-raqamli ishtirokchi. Munk adashmasam. Javobingiz Munk. Qichqiriq kartinasi muallifi bilan qay darajada tanishsiz? Internet ma'lumotida o'qigandim. Siz hozir to'liq ism familiyasini aytmayapsiz. Demak, Munk javobini qabul qildi. Qichqiriq kartinasining muallifi Edvard Munk edi. To'ppa-to'g'ri javob berdingiz.
va 1 ballni qo'lga kiritdingiz. 10-savol. Samarqand rasadxonasida tuzilgan va uzoq vaqt astronomiyada muhim manba bo'lib xizmat qilgan Zijji Jadidiy Ko'ragoni asari qaysi alloma rahbarligida yaratilgan? Marhamat, 4-raqamli ishtirokchi. Mirzo Ulug'bek tomonidan. Demak, javobingiz Mirzo Ulug'bek. Xuddi shunday. Javobingizni qabul qildim. Samarqand rasadxonasida tuzilgan va uzoq vaqt astronomiyada muhim manba bo'lib xizmat qilgan Zijji Jadidiy Ko'ragoni asari muallifi Mirzo Ulug'bek edi. Mutlaqo to'g'ri javob berdingiz. 1 ballni qo'lga kiritdingiz. Hurmatli bilimdonlar, aralash yo'nalishdagi savollardan iborat birinchi raund o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa ikkinchi raundga o'tamiz. Marhamat, hurmatli teletomoshabinlar, ikkinchi raund. Hurmatli bilimdonlar, qo'limda 4 ta yo'nalish yashiringan. Bulardan birini tanlash orqali o'zlaringizning yo'nalishlaringizni belgilab olasizlar va men o'sha yo'nalishdagi ma'lumotlarni sizlarga taqdim etaman. Barchangiz yo'nalishingiz bilan tanishib oldingiz demak. Tayyorgarlik ko'rib olishingiz uchun vaqt kerak bo'lsa, albatta vaqt beramiz. Agar tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Sizga qaysi yo'nalish tushdi? 1-raqamli ishtirokchi. Mashhur shaxslar yo'nalishi. Mashhur shaxslar yo'nalishi tushdi. Demak, bu yo'nalishga qay darajada qiziqasiz? O'shimiz tariximizda bo'lgan mashhur shaxslarimiz, sarkardalarimiz, jadidlarimiz, barcha mashhur shaxslarga qiziqib, kuzatib boramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda asarlar orqali. Masalan, tayyor bo'lsangiz, mashhur shaxslarga oid ma'lumotlarni taqdim etaman. Abu Nasr Farobiy ikkinchi muallim nomi bilan mashhur. To'g'ri. Mahmud Qoshg'ariy Boburnoma asarining muallifidir. Noto'g'ri. Ahmad Yassaviy Devoni Hikmat asarini yozgan. Vaqtingiz yo'q. Javobingiz? Noto'g'ri. Mirzo Ulug'bek faqat harbiy sarkarda sifatida tanilgan. Noto'g'ri. Kamoliddin Behzod miniatyura san'atining buyuk namoyandalaridan biri hisoblanadi. To'g'ri. Abu Rayhon Beruniy Hindistonga bag'ishlangan ilmiy asar yozgan. To'g'ri. Yusuf Xozhojib Devonu Lug'ati Turk asarining muallifidir. Vaqtingiz yo'q. Noto'g'ri. Muhammad al-Xorazmiy nomidan algoritm atamasi kelib chiqqan. To'g'ri. Alisher Navoiy Hirotda tavallud topgan. To'g'ri. 10 ta ma'lumotni taqdim etdim. Ikkinchi shart so'ngida ballar hisob qilinadi. Ikkinchi raqamli ishtirokchi, marhamat, sizga qaysi yo'nalish tushdi? Menga tabiat yo'nalishi tushdi. Tayyormisiz ikkinchi raqamli ishtirokchi? Tayyorman. Unday bo'lsa, ma'lumotlarni taqdim qilaman. Amazonka daryosi suv sarfi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. To'g'ri. Nil daryosi Osiyoda joylashgan. Noto'g'ri. Oqar tovuslar faqat Antarktida hududida yashaydi. To'g'ri. Sekvoya daraxtlari 100 metrdan baland o'sishi mumkin. Noto'g'ri. Yer yuzidagi eng baland faol vulqon Ojos del Salado hisoblanadi. To'g'ri. Barcha kaktuslar cho'lda o'sadi. Noto'g'ri. Qutb ayiqlari chappanjali bo'ladi. Noto'g'ri. Flamingolar tabiatdan oqibat bilan tug'iladi. To'g'ri. Dengiz suv tarkibidagi eng ko'p erigan modda natriy xlordir. To'g'ri. Dunyodagi eng katta marjon riflari tizimi Avstraliya yaqinida joylashgan. To'g'ri. Unda ma'lumot taqdim etildi. Marhamat, 3-raqamli ishtirokchi. Tayyorman. Qiziqarli faktlar. Ajoyib qiziqarli faktlar sahifasini ochib oldim. Siz tayyormisiz? Tayyor. Unday bo'lsa, boshlaymiz. Inson organizmidagi qon tomirlarining umumiy uzunligi taxminan 100 ming kilometrni tashkil etadi. To'g'ri. Asalarilar qizil rangni boshqa ranglar kabi aniq ko'ra oladi. Noto'g'ri. Oyning Yerga doim bir tomoni ko'rinadi. To'g'ri. Yupiter Quyosh tizimidagi eng kichik sayyoradir. Noto'g'ri. Timsoh tilini tashqariga chiqara olmaydi. Noto'g'ri. Akulalarda suyak skeleti mavjud. To'g'ri. Inson yuragi bir sutkada o'rtacha 100 ming marta uradi. To'g'ri. Shisha tabiatda 100 yil ichida to'liq parchalanadi. Noto'g'ri. Yer Quyosh atrofini taxminan 365 kun 6 soatda aylanib chiqadi. To'g'ri. Tuz sof holda oq rangda bo'ladi. Noto'g'ri. 10 ta ma'lumotlar taqdim etildi. 4-raqamli ishtirokchi, marhamat, yo'nalishingiz. San'at yo'nalishi. Juda ham ajoyib. Tayyormisiz? Tayyorman. Unday bo'lsa, boshladik. Marvarid zirakli qiz kartinasining muallifi Yan Vermeer hisoblanadi.
To'g'ri. Guernica kartinasi Salvador Dali tomonidan yaratilgan. Noto'g'ri. Romeo va Julietta baleti Sergey Prokofiev musiqasi asosida yaratilgan. To'g'ri. Yulduzli tun kartinasi Claude Monet qalamiga mansub. Noto'g'ri. Antonio Stradivari mashhur skripka ustasi bo'lgan. To'g'ri. Kamoliddin Behzod asosan miniatyura san'ati bilan shug'ullangan. To'g'ri. Wolfgang Amadey Mozart bolaligidayoq bastakor sifatida tanilgan. To'g'ri. Oqqush ko'li baleti Ludwig van Beethoven tomonidan yozilgan. Noto'g'ri. Luvr muzeyi dastlab qal'a sifatida qurilgan. To'g'ri. Las Meninas kartinasining muallifi Diego Velázquez hisoblanadi. To'g'ri. Unda ma'lumot taqdim etildi. Endi esa ballarni e'lon qilaman. Hurmatli bilimdonlar, ikkinchi raund ballaringizni e'lon qilaman. Demak, birinchi raqamli ishtirokchi 10 ta ma'lumotdan 9 tasiga to'g'ri javob berib, keyingi bosqichga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Ikkinchi raqamli ishtirokchi 10 ta ma'lumotdan 8 tasiga to'g'ri javob berib, keyingi shartga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Uchinchi raqamli ishtirokchi ham 10 ta savoldan 8 tasiga to'g'ri javob berib, keyingi shartga yo'llanmani qo'lga kiritdi va eng yuqori natijani qayd etgan 4-chi raqamli ishtirokchi 10 ta ma'lumotdan 10 tasiga to'ppa-to'g'ri javob berdi va mutlaqo keyingi shartlarga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Endi esa tayyor bo'lsangiz 3-chi raundga o'tamiz. Tayyormisiz? Tayyormiz. Hurmatli teletomoshabinlar, 3-chi raund. Hurmatli bilimdonlar, 3-chi bosqichga yetib keldik. Monitorimizga yashiringan fotosurat taqdim etilgan. Marhamat. Mashhur allomaning fotosurati yashiringan va unga tegishli hikmatli so'z bor. Ilm bilan izlangan haqiqat eng ishonchli haqiqatdir. Sizlar uchun 1 daqiqa vaqt. Agar imkoniyatingizni ishlatmoqchi bo'lsangiz, marhamat, ikkinchi raqamli ishtirokchi. Men buni taxmin qilib ko'raman. Taxminim bo'yicha bu bobokalonimiz Abu Rayhon Beruniy. Abu Rayhon Beruniy. Javobingizni qabul qilaman va 1 daqiqa vaqt o'tishini kutamiz. Barcha ishtirokchi o'ylab oladi va monitorga to'g'ri javobni 1 daqiqadan so'ng taqdim etamiz. Hozir esa qolgan ishtirokchilarda ham imkoniyat bor. O'ylab bemalol javoblaringizni aytishingiz mumkin. Marhamat, kimda javob bor? Berilayotgan iqtibos sizlarga tanish bo'lishi mumkin. Ko'p uchratgansiz. Faqat kimga tegishli ekanini yaxshilab eslab ko'rsangiz, albatta yashiringan fotosurat kim ekanini topasiz. Marhamat, birinchi raqamli ishtirokchi, sizda javob bormi? Men taxmin qilib ko'rmoqchiman. Marhamat. Abu Nasr Farobiy. Farobiy deb taxmin qilyapsiz. Javobingizni qabul qildim. Keyingi ishtirokchilar sizlardan ham Men ham taxmin qilib ko'raman. Menimcha Farg'oniy. Farg'oniy. Javobingiz Farg'oniy. Sizda Ibn Sino. Ibn Sino. Barchaning javobini qabul qildim. Rejissyorimizdan iltimos qilib qolamiz fotosuratning aniq original rasmini taqdim etishlarini. Ilm bilan izlangan haqiqat eng ishonchli haqiqatdir. Bu Ahmad al-Farg'oniy edi. Va o'z-o'zidan g'olib esa 4-raqamli ishtirokchi bo'ldi. 3-bosqichda g'oliblikni qo'lga kiritdingiz. Tabriklayman va bevosita 10 ballni qo'lga kiritdingiz. Menimcha o'yin sizlarga manzur kelyapti, savollar qiziqarli bo'lyapti. Hozir esa so'nggi shartga yetib keldik. Bunda esa mantiqiy savol taqdim etaman. Tayyor bo'lsangiz, mantiqiy savolni o'qib eshittiraman. Tayyormisiz? Tayyor. Qadimda Eron hududida savdogarlar savdo qilishning yangi usulini o'ylab topishgan. Bu usul ularga qaroqchilar yetkazadigan zararni oldini olishga yordam bergan. Bu usuldan bugungi kunda ham foydalanishadi. Bu qaysi usul? Marhamat. Bu adashmasam hozirgi kunda o'sha tovar va savdolarda chek orqali savdo qilamiz-ku. Chek orqali savdo qilish hisoblanadi. Javobingiz chek orqali. 1 daqiqani ham kutmadingiz. Menimcha bu faktga siz duch kelganingiz uchun birdan javob berdingiz. Demak, javobingizni qabul qildim. Qadimda Eron hududida savdogarlar savdo qilishning yangi usulini o'ylab topishgan. Bu usul ularga qaroqchilar yetkazadigan zararni oldini olishga yordam bergan. Bu usuldan bugungi kunda ham foydalanishadi. Bu esa chek yordamida savdo qilish usuli edi. To'ppa-to'g'ri javob berdingiz va 5 ballni qo'lga kiritdingiz. Hurmatli bilimdonlar, menimcha sizlar ham bilar edingiz bu javobni. Faqatgina 1-raqamli ishtirokchi epchillik qildi va 5 ballni qo'lga kiritdi. Hurmatli bilimdonlar, o'yinimiz shartlari shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa umumiy sarhisobni e'lon qilaman.
Birinchi raqamli ishtirokchi Lazizjon Sulaymonovda umumiy ball 19 ballni tashkil etyapti. Ikkinchi raqamli ishtirokchi esa Mizrob Rahmonovda jami 12 ball. Uchinchi raqamli ishtirokchi Timur Ro'ziyevda jami 9 ball. To'rtinchi raqamli ishtirokchida esa jami ball 20 ballni tashkil etadi va g'olib o'z-o'zidan ma'lum. To'rtinchi raqamli ishtirokchi Javlonbek Abdusamatov. Tabriklayman. Rahmat. G'alaba muborak bo'lsin. Rahmat. Marhamat, fikrlaringiz g'olib bo'lishingizni bilib kelganmidingiz yoki bo'lmasam kutilmagan natija bo'ldimi siz uchun? To'g'risi kutilmagan natija bo'ldi. Hamkasblarimiz ham boshida juda ham yaxshi javob berdi. Omad kulib boqdi deb o'ylayman. O'yin shartlari siz uchun qanday bo'ldi? Qiyin yoki oson savollar? Yo'q. Savollar unchalik qiyin emas. Javob bersa bo'lardi. Faqat sal o'ylashga vaqt kamroq ekan sizlarda. Lekin juda ham qiziqarli o'tdi, menga yoqdi. Juda ham ajoyib. Qolgan ishtirokchilar, o'yin haqida fikrlaringiz biz uchun qiziq, aytib o'tishingiz mumkin. Birinchi raqamli ishtirokchi sizdan boshlaymiz. O'yin haqida fikrlaringiz, marhamat. Albatta, o'yin juda ham chiroyli bo'ldi. Juda ham chiroyli tashkillashtirilgan. Hamkasblarimiz ham juda chiroyli javob berdi. Biz qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Yaxshi. Ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Shu ko'rsatuvga. Tashakkur. Sizga ham faoliyatingizga omad tilayman. Marhamat, ikkinchi raqamli ishtirokchi. Avvalambor taklif etganlaringiz uchun rahmat. Ko'rsatuv haqiqatan ham juda quvnoq va o'z-o'zidan biz kasbiy faoliyatimiz davomida faqat o'zimizga tegishli soha yo'nalish bo'yicha emas, boshqa fanlar bo'yicha ham yana ham chuqurroq bilishimiz bo'yicha ham bu turtki bo'ldi deb o'ylayman. Bu safar ishtirokimiz unchalik ko'ngildagidek bo'lmagan bo'lsa-da, biz xudo xolasa kelasi safar o'yinga agar taklif etilsak, yaxshi natija erishishga harakat qilamiz. Tashakkur ishtirokingiz uchun. Marhamat. 3-raqamli ishtirokchi. Bu o'yinda avval ham ishtirok etganman. O'zi o'yindagi o'zgarishlar juda ham yaxshi, yangi shartlar, qiziqarli, juda ham oldingiga nisbatan ancha qiziqarli shartlar qo'shilgan. Yoqdi, ajoyib. Ushbu intellektual o'yinni mahallangizda ham joriy etish niyatingiz bormi? Albatta, mahallamizda ham tashkil qilamiz. Menga yoqdi. Ajoyib. Bugungi o'yinimiz g'olibi 4-raqamli ishtirokchi bo'lsa-da, men barchangizni tabriklamoqchiman, chunki muhimi ishtirok, bilim yo'lida bo'lgan har bir kishini g'olib deb hisoblaymiz va barchangizni birday tabriklayman. Keyingi faoliyatlaringizga esa omad tilayman. O'yinimiz esa shu yerda o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugungi o'yinimiz esa shuni ko'rsatdiki, tezkorlik, bilimdonlik har doim muhim ahamiyatga ega. Hurmatli teletomoshabinlar, aziz ishtirokchilar, eslatib o'taman, o'yinimiz hamkori viloyat yoshlar ishlari boshqarmasi hisoblanadi va o'yinda ishtirok etishni istasangiz 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar viloyat yoshlar ishlari boshqarmasi yoki bo'lmasam Samtver chatga o'zingizning istagingizni bildirsangiz, albatta bu o'yinda ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Idrok intellektual o'yinida ekran ortida biz bilan birga bo'lganingiz uchun aziz teletomoshabinlar, sizlarga ham tashakkur bildiramiz. O'yinimizni kuzatib boring, keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.